3 million so'mlik super mega skidkalarimiz davom etmoqda. 47 talik gaz balon original jihozlari bilan 3 million so'mga uстановка qilib berildi. Navoiydan kelgan akalarimizga, xudo xolasa, Buxorodan ekan, adashib ketmiz. Xo'p, MCM Cobalt avtomobili. MCM Cobalt avtomobiliga gaz qo'yib bo'ladi. Shu savollar juda jonga tegdi. Gaz metan qo'yasizmi, propan qo'yasizmi? Xudo xolasa, mashina gazda cho'tki harakatlanadi. Qo'yilgan jihozlar bilan bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Xo'p, Yevropa gaz brendiga tegishli blok upravleniya uстановка qilindi. Original mana bu tarafda turibdi. Xo'p, Basico 24 ga 4 original polshanik. Elektron sistema, map dатчик, suv dатчик, включательgacha original polshanik hisoblanadi. Legendarni qilib, Real italyanskiy farsukalari bilan и original Atiker Turetskiy redaktor hid chiqarmasligi uchun prozrachniy shlankalar va original xomutlardan foydalanadi. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Faqatgina bu avtomobilimizda programmalari yo'q. Faqatgina bitta kompyuter nastroyga qilinadi, vaqtli bo'lib ketadi, xudo xolasa. Mashina cho'tki chiqdimi aka? Zo'rmi? Buxorodan keldim. Ha, bo'ldi aka. Endi chiqaring Instagramga.